Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Hop, Tracker olib qolganmiz. Bu avtomobilimizni bo'layotgan muammolari birinchi o'rinda konditsioner yaxshi sovutmay qolgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Eng past ko'rsatkichi 13 gradusni tashkil qilmoqda. Hop, bu avtomobilimizga Xudo xolasa polni freonlarni qaytadan zapravka qilib beramiz. Yaxshi sovutadigan holatda qilib beramiz. Xo'p, bu avtomobilimizga 4-avlod metan gaz o'rnagan. Gazga o'tganda bu avtomobilimiz tortishi juda past, siltab kuchi yetmay qolyapti. Shuni hisobiga korobkada ham skorost almashtirish ko'rsatkichlari juda kech. Xudo xolasa motorga, korobkaga programmalarni, ikkita rejimli programmalarni yozib beramiz. Xudo xolasa yurishlari yaxshi holatda qilib mijozimizga topshiramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Konditsioneri o'zi vakuum holatda. Hop, bu yerga ikkita rejimni boshqarish uchun relay o'rnatamiz. Gazga o'tganda zajganini kuchaytirib yurishini yanada kuchliroq qiladi. Hop, programmalarimizni yozib olamiz. Ikkita rejimli programma yozyapmiz. Hop, keyingi qiladigan ishimiz 4-pokoleniya gaz sozlab qo'yamiz. Yozgan programmamizga moslashtirib, Xudo xolasa bir-biriga mos holatda yaxshi yuradi. Mana ko'rishingiz mumkin. 4.6 gradusga tushdi. Xizmatlar bo'yicha shu raqamga murojaat qilishingiz mumkin.